Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Xo'sh, Orlando mashinamizda katalizatori ish ko'rsatgan ekan. Endi kompyuterga borgan, kompyuter datchik yongan, katalizator ishlamayapti yoki erigan degan ekan. Xo'sh, buni katalizatorni yechgan edik. Bunaqa katalizator Orlandoda birinchi marta bo'lishi. Orlando juda ham ko'p kechganmiz o'zi. Bunaqa shunchalik erib ketadi deb o'ylamagan ekanmiz. Orlandoda ham shunaqa erir ekan. O'z katalizator ancha katta bo'ladi, uncha erigan taqdirda ham yonidan o'tib ketish kerak bo'ladi. Bular vahshu oqib ketgan ekan. Bundan tashqari hozir yana bitta mashina ichganmiz, uni ham hozir obzor qilib ko'ramiz. Xuddi shunaqa o'xshab erib ketgan. Xullas kalom, mana shunaqa holatlar bo'lsa, mashinalarda bo'g'ilish, qaltirash, chek yongan yoki rasxod ko'payib ketgan holatlar bo'lsa, Olim Masterga aloqaga chiqinglar. Instagram orqali podpisatsiya qilib qo'ysalaringiz Olim Master. Mana shunaqa ko'plab videolar qo'yib turamiz. O'zlaringiz ham fikrlaringizni aytib o'tasizlar, mashinalarda qanaqa holatlar bo'layotganini. Qaltiraganmi yoki rasxod ko'payib ketganmi yoki ertalab zavod bo'lishi yaxshi emasmi? Shunaqa holatlar bo'lsa, anaqa videolar qo'yib turamiz. Bu mana shu katalizatorimiz Trailblazerga bundan da battar erib ketgan edi. Bularning ichimizdan Trailblazerga hozir yangi katalizator qo'yilyapti. Bunga ham xuddi shunaqa katalizator qo'yib beramiz. Kuzatishda umid qilaman, podpisatsiya qo'yish esa chiqmasin.